O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva bilan biz Saodat jurnalida bir necha yil birga ishladik. Halima opani ham shoira sifatida, ham jurnal bosh muharriri sifatida, jurnalist sifatida, ham bir inson sifatida yaqindan tanidik, yaqindan bildik. Halima opa she'rlari, yozgan asarlari qanday haybatli, qanday yuqorli, salobatli bo'lsa, inson sifatida ham mana shunday mard, mana shunday o'zini so'zini, gapini har qanday sharoitda, har qanday joyda ayta oladigan katta yurakli inson, shaxs, katta qalbli shoira edi va shunday bo'lib qoldi. Halima opa she'rlarini o'qiganda u Halima opani ichki olamini, ichki dunyosini, ichki hayqiriqlari, ichki bir to'lqinlarini yozgan she'rlarida ko'zga tashlanadi. Halima opani boshqa ustozlarimizdan, boshqa shoirlarimizdan o'ziga xos xususiyatlari nimadan iborat, o'ziga xos fazilatlari, ijodini, asarlari nimadan iborat deyilsa agar, birinchi navbatda Halima opani ijodiy ma'nodagi mardonaligini, jasurligini e'tirof etgan bo'lardim. Yuragida oddiy shoir emas, balki hayqiriqli, na'rali shoira edi va mana shunday katta bir fazilatini opani asarlarida, she'rlarida ko'rish mumkin. Opani hayoti, opani hayotidagi voqealar, turli voqealar, keskin, o'tkir voqealar she'riga shundoq ko'chib o'tgan va she'rida shoira qat'iyatli, irodali, bukilmas bir shaxs sifatida, shoira sifatida namoyon bo'ladi. Mana shunday fazilatlari bilan O'zbekiston xalq shoiri Halima Xudoyberdiyeva boshqa ustozlarimizdan ajralib turadi deb aytish mumkin.